Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlarga sotuvga qo'yilgan umumiy yer maydoni 8 sotuvdan iborat bo'lgan chiroyli xonadonimizga kelganmiz. Manzili va narxini oxirida aytaman. Ichki ko'rinishini bitta ko'ringlar. Do'stlar, kirganimizda o'ng qo'lda yaxshi mehmonxonalari bor ekan. Bitta ko'rsating ichkarilarini. Do'stlar, darvozaxonalariga e'tibor beramiz. Yaxshi mashinangiz bo'lsa ham bemalol qo'ygani yaxshi imkoniyat. Kelib, ko'chib va shunaqangi yaxshi uy qidirganlar, tayyor uy qidirganlar sizlar uchun zo'r uy topib qo'ydik. Konditsionerlarigacha bor, yangi remontdan chiqqan, egalari o'zi yashab turgan xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Bu yoqda do'stlar ko'rishingiz mumkin 3 ta xona, bu yoqda 2 ta xona. Balishlarigacha bo'lgan keng hovli, yorug' xonadonlar. Egalari uylarda har bittasini polini olib tashlab, laminatlarni qildirganman deyishyapti. Shu tomonlariga ham e'tibor berib ketamiz. Dehqonchilikni suyadigan rishtonliklarimiz uchun mana sizlar uchun Parnikda limondan million degandek parniklari bor ekan. Ichkarisida limonlar hosil olib meva beradigan sharoitda mana limon parniklari bor ekan. Egalari aytishyapti, limonlarimiz hosilga kirib, har yili Xudoga shukr yaxshigina daromad olyapmiz deyshi. Qancha daromad olganliklarini aytishmadi. Endi keyin haligi birovga oshkora qilmaylik deb shuni deyishdi. Bu tomonimizdagi bir dalimizda bu yoqdan kiradigan bir tuzlamalar, yozgi bir narsalarni bekitib qo'ygani podvallarigacha bor ekan. Ichkarilarni bitta ko'ringlar. Hamma uylarini ham yoritib bera olmadik, hurmatli kuzatuvchilar. Sababi uylarimiz be'tibor qolibmiz, yig'ishtirib tayyorgarlik ko'rmay qolibmiz deyishdi. Shuning uchun aksar uylarni sizlarga yoritib beryapmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Kimga qiziq bo'lsa, manzilini aytib o'tib ketaman. Abdullabayon Qozaxiror o'rtasida ekan manzilimiz. Bu yoqlarda ko'rishingiz mumkin. Yozgi tandir xonalari, o'choq xonalari bor ekan. Bu yerda sanuzellari bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sanuzellarda aristonlar ruskiy finiskiy baniyaga moslashtirib qilishgan ekan. Bu yoqda esa tandir xonalari, o'sha aytganimizda o'choq xonalari. Shu uyimizni olganga mana shu muraviy padarka deyishyapti. Yozgi hojatxonalari. Bu yoqda shu uyimizning oxirida o'tin saqlashlik uchun qo'y, chorvachilik bilan bu yerda og'illari bor ekan. Bu yoqlarda ishtima yo'qmi? Bular bo'sh-a? Hurmatli kuzatuvchilar, YouTube kuzatuvchilarimiz, musofirdan turib kuzatayotganlar, to'lovlari siz aytgan har qanaqangi uslubda qilib berishaverar ekan. Misol uchun kimdirlar olib shunchaga pulim yetmaydi to'lovlariga deydiganlar uchun bank qilib bersangiz ham bular unashaverishar ekan. Uncha jicha-picha yetmaganiga ham qilib beraveramiz deyishyapti. Narxini pastdagilar raqamlarni qoldirib ketamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumotni kelib ko'rish uchun adresni so'ramoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz, egalari sizga tushuntirib yuborishadi. Ushbu videomiz
Abdulla Bayon Qozaxror o'rtasidagi mahalladan bo'ldi. Sotuvga qo'yilgan 8 sotuvli aylanasiga 5 ta pardiglari bilan bo'lgan xonadonimizni egalari $57.500 deb baholashdi. Yana o'tib beradigan joyi bor, aniq summasi emas. Hammalaringga tavsiya qilib qolamiz. Rishton uy-joyi sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qiladi.